Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sariqlik nima va u umuman normada bo'ladimi? Albatta, 80% bolada sariqlik bo'ladi. Bu onadan kindik yo'llari orqali juda ko'p miqdorda qon o'tgan oqibatida keyinchalik mana onaning gemoglobini, onaning tanasida ba'zi bir gemoglobin 60 kun yashagan bo'lishi mumkin, bir xillari 90 kun yashagan bo'lishi mumkin, bir xillari endi yuzaga kelgan bo'lishi mumkin eritrotsitlar. Ular parchalanadi va parchalanib, bolani o'zini qon tizimi ishga tushib ketguncha bo'lgan davrda u parchalangandan keyin ichidan albatta o'sha bizga sariqlik alomatini olib keladigan modda, ya'ni bilirubinni ortiqcha chiqishiga olib keladi. Bu bilirubinni bola jigari ortiqcha ishlab chiqarilgan bilirubinni haydashga ulgurmaydi va oqibatda chaqaloqning tanasi sarg'ayadi. Sarg'ayganda normada mana 80% bolada sarg'ayish mumkin ekan deb aytdim, lekin uni chegarasi bor va bu chegara bolani yuzidan pastga tushmasligi kerak. Bu bolalardagi sariqlik asosan yengil va o'rtacha og'irlik darajada bo'lib, oy kuni yetib tug'ilgan bolalarda shu 14 kun, 21 kun, hozirgi kunda ko'p ayollarimizda o'sha bo'qoq bezini funksiyasi yetilmaganligi uchun ba'zi bir bolalarda hattoki 1-2 oylar ham davom etyapti. Bu normal sariqlik haqida gapirganimizda shu narsa, lekin uning intensivligi ham bor. Intensivligi degani uni qanchalik ko'p yoki kamligi haqida gapiriladi. Bu Kramer shkalasi orqali amalga oshiriladi. Bunda birinchi bosqich bo'lsa yengil darajada, bu faqat yuzda va ko'krakning yuqori qismigacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi darajasida esa tanani ko'krakni pastki kindik sohasigacha sarg'ayadi. Uchinchi darajasida kindikdan tizzagacha va 4-5 darajalarda hattoki kaftni ichigacha sarg'ayib ketish holatlari kuzatiladi. Bular endi patologik jihatdan kuchli sariqlik hisoblanadi. Bunda shifokor yordami kerak bo'ladi, ya'ni fototerapiya o'tkazish kerak bo'ladi. Aslida sariqlik yengil o'tgan paytda shu 3-kunidan boshlanib, uzoq bilan shu 21 kun davomida o'tib tugar ekan. Lekin chaqaloqning kasalligini birinchi kunidanoq agar sariqlik rivojlanishni boshlasa, bu patologik sariqlik hisoblanadi va buning intensivligi juda ham yuqori bo'ladi va uni davolayotganda albatta shifoxona sharoitida olib qolinadi bunaqa bolalar. Lekin hozir ko'p tug'ruqxonalarimizda onalarni 3-sutkadan keyin chiqarib yuboramiz va sariqlikni qanchalik davom etishini mahalla shifokorlariga qo'yamiz. Onalarning e'tibor berish kerak bo'lgan narsa boya aytib o'tgandek, sariqlikni qaysi joylarigacha tarqagani. Agar kaft va tovon tagida o'sha 6-kuniga borib juda ham kuchayib ketsa, poliklinika shifokoriga zudlik bilan murojaat etishingiz kerak va fototerapiyani vaqtidan oldin ham boshlashga to'g'ri keladi. Oy kuni yetib tug'ilgan bolalarda shu 220-250 ham unchalik ham xavfli bo'lmasligi mumkin. Fototerapiyani boshlanadigan bo'lsa, vaqtida bir hafta 10 kun ichida qaytib ketadi. Lekin agar bilirubin miqdori chala tug'ilgan bolalarda bunaqa ko'rsatkich bo'lsa, bu xavfli hisoblanadi. Ularning miyasiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin toksitskiy bilirubin miqdori hattoki ba'zi paytda 350, 400, 500 gacha ham chiqib ketadi. Mana shunaqa paytda uy sharoitida emas, shifoxona sharoitida yotib davolanish kerak bo'ladi. Sariqlik sarg'aygan bolani uy sharoitida qanaqa davolash mumkin? Birinchidan, agar sariqlik yengil bo'ladigan bo'lsa, bolani tez-tez emizish kerak. Yengillik boya yana qaytarib o'taman, bu faqat yuz sohasida bo'lsa. Bolani tez-tez emizish va tabiiy yorug'likdan foydalanish. Har bir chaqaloq yotadigan xonada albatta oftov tushadigan, ya'ni quyosh tushadigan deraza bo'lishi kerak. O'sha derazaga ultrafiolet nur bor paytida, ya'ni ertaman soat 8-9 dan 10-11 gacha bo'lgan paytda bolani yotqizish kerak va kechki payt 4-5-6 gacha bo'lgan paytda yotqizish kerak bo'ladi. Endi bolada sariqlik intensivligi yuqoriroq bo'lsa-chi, hattoki hozir uy sharoitida ham fototerapiya uchun fotolampalarni olib beradigan tashkilotlar bor. Shularga murojaat etib olish kerak va uyda qo'yiladi. Kelganda mutaxassis fototerapiyaga qo'yilgan asbobni bolani yotgan joydan 50 cm balandlikda qo'yib beradi va bolani ko'zi yopilgan hamda jinsiy organlar yopilgan holatda qo'yadi va bu 2 soat qo'yib 2 soat dam olish bu tarzda qilish mumkin. Buni albatta kelgan mutaxassis sariqligini intensiv darajasiga qarab belgilab ketadi va albatta bu orada bolani baribir ham emizishda tez-tez davom etish kerak. Chunki fotolampadan chiqayotgan issiqlik hisobidan ham bola suyuqlik ko'proq yo'qotadi va bola onani ko'proq emishga ehtiyoj ortadi. Sizni qancha ko'p bolani emizishi bolani sariqligini shuncha ko'p ketishiga olib keladi. Ba'zi paytda o'ta ham quyuqligi yoki onani sutini haddan tashqari quyuqligini hisobga oladigan holatlarimizda ba'zi paytda o't haydovchi dori vositalari ham buyuriladi. Isbotlangan tibbiyotda bu yetarlicha tavsiya etilmasa ham, biz lekin amaliyotda shu narsalarni ishlatamiz. Xolideksan yoki Hapitolga o'xshagan dorilarni o'tni tezroq haydab, o'sha o't yo'llaridan shu sariqlikning tezroq chiqishiga yordam beradigan nuqtai nazarda buyuriladi. Lekin eng foydali usul va zararsiz usul bu fototerapiya. Sariqlikni asoratlari va kech aniqlanish oqibatlari. Agar sariqlikni o'z vaqtida e'tibor bermaydigan bo'lsak,
xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin va bu asoratlar bizga darhol ham bilinmasligi ham mumkin. Masalan, yadrniy jeltuxa deymiz. Yadrniy jeltuxada birinchi bolaga ta'sir qiladigan narsa bu qulog'ini eshitishi, ko'rish o'tkirligini pasayishi va aqliy faoliyati ham izdan chiqishi, hattoki DTSPni ba'zi bir formalarini rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun sariqlikni qanchalik erta aniqlaydigan bo'lsak va uni davosini o'z vaqtida qiladigan bo'lsak, bolalarning kelajakdagi nogironlik ko'rsatkichlarini ancha kamaytiramiz.